Hammaga assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Videoni ko'rishdan oldin kanalga bitta podpiska bosib qo'ying, videoga like bosib qo'ying. Agar bosgan bo'lsangiz, biz bugungi videomizni boshladik. Albatta ko'rgan bo'lsanglar kerak videoni boshqasidan ham bugungi videomiz Xudo xolasa bitta jigarimizga qarshi bo'ladi raqibimiz. Bitta videom komment yozgan ekanlar. "Aka, birga bir o'ynab ko'ramizmi?" deb. Albatta o'sha aka bilan men bog'landim va mana Xudo xolasa kirdik o'sha kanalga. Bugun nasib qilgan ekan video o'ynash, ya'ni birga bir o'ynash. Xudo xolasa o'sha akamiz bilan o'ynab ko'ramiz. Albatta akamizni ham o'zlarining YouTube kanallari bor ekan. Ular ham e-futbol haqida video qilar ekanlar. Albatta qiziq bo'lsa kommentariyga yozib qo'yaman profillarini. Bemalol o'tib, ularga ham podpiska bosib qo'yib, videoga like bosib qo'ysanglar bo'ladi. Raqibimiz agar yoqqan bo'lsa, raqibimizning videolari. Xullas, nima qilamiz? Raqibimiz kutib turmayapti. Mana anaqa to'g'rilangan, hamma joy-joyda va unda biz Xudo xolasa boshladik. Raqibimiz ham o'zlari futbol kanalini yuritar ekanlar-yu, bir oy bo'lgan ekan boshlaganlariga, ya'ni videoni boshlaganlariga bu sohani YouTube'da video olishni bir oy bo'lgan ekan. U bir oyda ham menimcha 100 ta 200 ta podpiska qilib qo'yibdilar, adashmasam. Aniq ko'rganim yo'q, esimda yo'q. O'tib ko'rsanglar bo'ladi. Albatta ular raqibimiz kanali ham kommentariyada belgilab qo'yaman, bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Albatta men jamoam Como. Nimaga Como? Chunki Fabregas meni murabbiy bo'lgani uchun albatta Como tanlaganman. Raqibimiz MU ekanlar, Manchester United ekanlar. Yaxshi, mana tarkiblari ko'rsanglar bo'ladi. 4-3-2-1 sxemada o'ynaganlar. Men 4-3-3 sxemada o'ynayman. Xudo xolasa agar hozir 2 minut. Agar shu video sizlarga qiziq bo'lsa, shu rubrik agar sizlarga yoqsa, albatta videoni tagiga, mana shu videoni tagiga yozib qo'ysanglar kommentariyaga. O'zingizlarning tagi, username yoki Instagram farqi yo'q, qaysinisi bog'lansam bo'ladi. Shu sizlarga bog'lanib, sizlar bilan ham birga bir video o'ynab, YouTube'ga Xudo xolasa video qilib chiqaraman. Xoh yutqizsam, xoh yutsam, farqi yo'q. Sizlar ham agar o'ynamoqchi bo'lsanglar men bilan kommentariyaga yozib qo'yinglar. Okay, go birga bir yozib qo'ysanglar bo'ladi bemalol. Va video haqida ham fikrlarni yozib qo'yinglar bemalol. Va o'yin haqida qanaqa o'yin bo'ldi? Bemalol yozsanglar. Sizlarning fikrlaringiz menga juda ham muhim. Albatta eng muhim narsa kommentda like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Bu videomiz keyingi video chiqishda juda katta rol o'ynaydi. Ya'ni keyingi videolar chiqishda men shundan motivatsiya olaman. Ana shu like ko'paysa, xudo xolasa pasimdir zo'r bo'lsa, xudo xolasa keyingi videolarda ishlash juda ham qiziqarli bo'ladi o'zim uchun. Menimcha hamma bloger uchun juda qiziq bo'ladi. Bunaqa like'lar ko'p bo'lsa, hamma ishlagingiz keladi. Shuning uchun albatta videoga like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa mana matchimiz boshlanyapti. Xudo xolasa chiroyli match bo'ladigan umiddaman. Xudo xolasa bismillah ketdi mana. Darwin Núñez, Xabi Alonso, Frank Rijkaard. Raqibimiz birinchi minutdan hujumga o'tdilar, lekin bizda Kellini bo'lgani uchun bermadik. Bizda ketdi mana Kimmich. Va birinchi zarba va birinchi gol kimdan? Albatta Neymar Juniordan do'stlar. 1-2 kartasi bor. Blitzkrieg skillda chiqqan Neymar Junior. Raqibimiz ham o'sha boshlayaptilar hujumni. Albatta raqibimiz qizil formada, men ko'k formadaman, ko'k oq formada. Aytib o'tdim har tomonga qarshi. Diofga pas, Neymar. Neymardan xato ketdi. Ko'kchu kelmoqda, Ko'kchu olib qo'ydi va outgan chiqarib yubordi Ko'kchu. Qaytamiz. Xabi Alonso, Robertson, Rijkaard, Neymar, Darwin Núñez va Neymar. Darwin Núñez zo'r pas berdi Diofga. Diof esa orqaga pas bermoqchi edi, raqibimiz olib qo'ydi. U raqibdan Xabi Alonso olib qo'ydi. Diof mashqda xato ketdi. Raqibimiz kutib turganiga shu pas berishimizni. Raqibimizdan gol desa ham bo'ladi. Yo'q, afsuski Thibaut Courtois save bilan chiqarib yubordi. Raqibimiz raqib ketib chiqib ketdi. Tepamiz albatta.
Raqibimiz bitta hujum yoqib qo'yibdilar. Ne gol Kante. İşte o'yinchilar charchyapti. Ular ham voqelik charchab qolishdi. Hammasi yugurgisi kelmay o'ynayapti. Yugurmayapti chunki. Oxirigacha ikkita hujum yoqdilar raqibimiz. Bu katta minus bo'lmasmikan raqibga? Chunki mana bunaqa hujumlar qaqa qolib ketdi Darvin. Men Darvinni yuguradi deb pas beruvdim men. Darvin ham qolib ketdi orqada. Shu o'yin ozgina qochishlar bo'lyapti. Ko'kchu olib qo'ya olmadi va lekin Kellini olib qo'ydi. Yaxshi. O'yin yaxshi ketdi hozircha 26-minut. Eng muhim narsa internet qotmasa o'ynasa bo'ldi. Qaqa deb bordi, neyman? Bu yerda kim bor? Darwin Nunes javoqli pas berardi. Bitta pas ketdi. Diouf. Darwin. Xabi Alonso, Rekord. Neymar. Neymardan pas o'tmadi. Mbappe qochadi, lekin Kylian Mbappega Dinhausen bermadi. Voy, gol bo'lishi mumkin edi, lekin to'sib qoldi. Yana to'sdi raqib darvozaboni Thibaut Courtois. U Courtois o'zi hayotda ham, futbolda ham mo'shni darvozabonda. Shunisi bor. Dribling qilmoqchi edim, butunda bosilmadi anaqalar. Mishka dedim men. Dash bosilmadi dash. Ketdi mana. Kimga pas? Darwinga pas, lekin ko'kka bosganim uchun kutib turdi ancha. Bermadi deb borayotgandim hujumga. Hozircha hisob 1-0. Bitta zarba, lekin aniqlik yo'q unda raqibimizda. Menda 4 ta zarba, 4 ta aniq. Kopdan shotirish bo'yicha ham pashi teng. 47 ga 53 teng deyiladi bu. To'liq emas, pashi teng deyiladi. O'yin teng o'yin ketyapti. Dioufdan yaxshi patkat bo'ldi hozir. Xabi Alonso ketdi. Endi bunaqa o'ynash qanchalik to'g'ri? To'g'ri, foul bo'lmadi. Lekin doim bunaqa patkatlar bilan o'yinni sun'iy quritish bilmadim. Offside. Nimaga chiqadi? Nimaga menga beraman? Mana shu tarzga xato ketdi. Darwin Nunes ketdi koptukka. Ikkinchi qavatda albatta bizda Kellini bor. Diouf pasi o'tmadi. Ko'kchu albatta bu yerda, desam yo'q, Ko'kchu emas. Raqibimiz tepishni oladilar. Mayli. Bizga farq yo'q. Tepadilarmi, uradimi? O'yinni 53-minutda, lekin o'yin yaxshi ketyapti. Sal qochishlari bor-ku, shunisi qilmaydi. Darwin Nunes albatta bu yoqda.
Bu yoqda Beckhamdan lesin Dean Howson bor bizada ikkinchi qavatda. Menda hozir himoyada ikkita bo'yi baland o'yinchi bor. Va hisob 2-0. Hisob 2-0. Diyofdan menimcha Diyofdan birinchi gol Neymardan, ikkinchi gol Diyofdan bo'ldi. Yomon emas. Yaxshi, Xabi Alonso, Diof, Darwin Núñez. Yana Diof qochib o'tdi. Bermadi tepishga raqibimiz. Dani Olmo. Offside по-любому offside bo'lish kerak, lekin offside emas ekan. Neymar ketayotdi, raqibimiz darvozabonni chiqarmadi va bundan afsus qilsa bo'lmaydi albatta. Neymardan juda katta xato bo'ldi. Tepa olmadi eplab ham. Mayli. Ko'kchudan darvozabondan tep borish. Bunaqa tepa olmasa ham bo'lmasdi. Shunaqa xatolar bilan hozir yaxshi. Bunaqa xatolar ko'p bo'lib turadi o'yinda. Tepaman desa, raqib kelib qoladi, cho'zib turadi o'yinchi. Shunisi yomon-da, futbol cho'zib turadi tepayotganda. Hujumda ham bu juda katta pand beradi. Уже qotyapti mana. Neymar qocha olmadi. Blok ham o'sha zaxira qilmayapman men. Hozircha chunki o'yinchilarim yaxshi ketyapti. Vaqt ham bo'lmayapti zaxira qilishga. Raqibimiz bunaqa foul bilan o'yinni to'xtatib qo'yapti hujumni. Lekin hujum baribir davom etadi. Darwinga bitta pas. Darwindan va super Darwin Núñez bullet header skillda chiqqan. Ya'ni skilli bor, mana yana bullet header bo'lib chiqmagan, no skilli bo'lgani uchun shunday ikkinchi qavatda zo'r o'yindi. Hisob 3-0. Suxoy desa ham bo'ladi. No, lekin raqibimizni hurmat qilgan holda raqibimiz moshni zo'r o'ynab beryaptilar, gap so'z yo'q. Dasto'yin jang bo'lyapti. Unaqa oddiy o'ynamayaptilar. Ketdi yana Diof. Va hisob 4-0. O'yin boshlanyapti mana yana. 86-minut. Xabi Alonsoning yugurishlar yomon, yugura olmaydi eplab. Charchagan, to'g'ri bir tomoni charchagan desa ham bo'ladi. Voy, ikkita odam futbolchi ham bitta pasga tashadi, lekin Raykard tezroq chiqqani uchun kopton olib qo'ydi. Bu yerda kim? Bu yerda Orku, Ko'kchu, raqibimizning Ko'kchusi yaxshi yetib oldi. Va Diof va ketdi yana hujumga. Voy, mashta noto'g'ri pas berdi. Mashtadan noto'g'ri pas berdi raqib. Neymar Junior. Shunday bo'lsa ham lekin o'yin tugadi. Efusda ham raqibimizga kattakon rahmat, shunaqa o'yin qilib berganlarga. Sizlar ham videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglarga hammaga kattakon rahmat. Videoga like bosib, komment yozib qo'yishingizdan chiqmasin, podpiskangizdan chiqmasin. Xullas, keyingi videoda ko'rishguncha sog', salomat bo'lishini tilab qolamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha.